E'tibor berganmisiz? Bir xil yoshdagi odamlar har xil qariydi. Bunga asosiy sabab esa bizni yoshimizni tug'ilgan sanamiz emas, telomerlarning uzunligi aniqlaydi. Nobel mukofoti sovrindori professor Blackburn telomerlarni o'rganib, qanday qilib sekinroq qarish mumkinligini aniqladi. Tanamiz hujayralari doimo yangilanib, bo'linib keladi. Lekin muammo shundaki, bu bo'linishlarning chegarasi bor. Bu esa telomerlarning uzunligiga bog'liq. Har bir bo'linishdan keyin telomerlar qisqarib keladi va vaqti kelib telomerlar qisqara olmasa, shunda sochimizda oq, yuzimizda ajin, immunitetimiz pasayishi kuzatiladi. Xo'sh, telomerlarning tez qisqarishiga nima sabab bo'ladi? Professor Blackburn 4 yil davomida bir guruh uzoq vaqtdan beri bolalariga qaraydigan ayollarni kuzatgan va shunday xulosaga kelgan. Ko'p asabiylashadigan onalar tezroq qariydi. Aksincha, asabiylashmaslikka harakat qiladigan, har bir voqeaga pozitiv qaraydigan onalar o'z sog'lig'ini va yoshligini ko'proq davom ettirar ekan. Tadqiqotdan xulosa shuki, tez qarishga sabab bo'ladigan narsa bu stress. Bekorga aytishmagan. Kulgu va yaxshi kayfiyat umrni va yoshlikni uzaytiradi.